Ishonchli kishilarning xabar berishiga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan 10-sonli jazoni ijro etish muassasasida, ya'ni qamoqxonada diniy siyosiy mahbuslarga nisbatan xuddi zolim Karimov rejimi davridagidek, hatto undan da o'tib tushadigan darajada zulm qo'llash boshlangan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston qamoqxonalarida bundan chorak asr muqaddam, ya'ni yosh navqiron yigitlik davrida qamalib, hanuz mazlumlikda qolayotgan bir qancha siyosiy mahbuslar bor. Biroq ular atayin jamiyat e'tiboridan narida, ommaviy axborot vositalari nazaridan chetda qolmoqdalar. Holbuki yigitligida qamoqqa tashlangan bo'lsalar, hozir ular 45-50 yoshidagi kishilarga aylanib qolishgan. Ularning deyarli barchasi yarimjon bo'lib, sog'liklari juda yomon ahvolga kelib qolgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ularga qattol Karimovning jallodlari zulm va zo'ravonliklari yetmaganidek, endi o'sha davrni qo'shtirnoq ichida ahlat tuzumi degan Mirziyoyev boshliq rejimning o'zi ham haddidan oshmoqda. Manbaning aytishicha, avvaliga bir birodarimizni qamoqxona qo'riqchilari kaltaklashgan. Buni ko'rgan boshqa yigitlar norozilik sifatida 12 kunlik ochlik e'lon qilishgan. Shunda qamoqxona rahbariyati ulardan bir nechtasini izolyatorga qamagan va u yerda deyarli 1 oy davomida och qoldirgan. Umuman olganda birodarlarimizni alohida bitta qilib kaltaklash va och qoldirishdek jirkanch ishlar qo'llanmoqda. Bu siyosiy mahbuslarga qo'shtirnoq ichida fikrimdan qaytaman, ya'ni musulmonlar Allohning qonunlari bilan yashashi kerak degan e'tiqodimdan voz kechaman. Qamoqdan chiqsam odamlarni da'vat qilmayman va shu ishni qilayotganlarni tutib beraman kabi talablar qo'yilmoqda. Manbaning ta'kidlashicha, bunday jirkanch ishlar Ramazon hayiti bayramidan keyin boshlangan. Yana uni aytishicha, qamoqxona xodimlari mahbuslar da'vatiga quloq tutib, ularga nisbatan rahm shafqat qilmasligi va xayrixohlik ko'rsatmasligi uchun ularni tez almashtirilib turibdi. Aytilishicha, 45-50 yoshdagi jismonan zaiflashib ketgan siyosiy mahbuslarni bunday qattiq azoblash va och qoldirish hatto Karimov davrida ham juda kam kuzatilgan. Bundan tashqari, o'zbek rejimi bugun xorijga iymon e'tiqodi ortidan hijrat qilib chiqib ketgan ayrim musulmonlarga nisbatan ham ularning oila a'zolari yoki yaqinlarini so'roqqa tortish, uylarini tintuv qilish kabi ta'qib va tahdidlar bilan bosim o'tkazmoqdalar. Holbuki yangi konstitutsiyaga kiritilgan va Karimov davridagidan farq qiluvchi narsalar qatorida talqin qilinadigan